Assalomu alaykum Shahdan sport muxlislari. Xudo xolasa bugun Sh1 dan tortib Sh8 gacha modelimiz basketbolchilar, begovoy doroshka, press-stol hamma nimaiki mahsulotimiz bo'lsa, xudo xolasa bir voshdan shashilmay razmerlari, narxlari, qanaqa qulayliklari bor, hammasini bitta xudo xolasa aytib bitta video qilib beramiz. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana bu yoqqa terganmiz. Bu tomonga ham terganmiz, orqasida yana 1-2 qator terilgan, ham sig'maganiga yana bu yoqqa ham terib olganmiz. Xudo xolasa videodan keyin buni hammasini inshaalloh Qozog'istonga zakaz o'tib, Qozog'istonga, Qirg'izistonga, xudo xolasa o'zimiz O'zbekistonga qilib, xudo xolasa mana shu hamma trenajyorlarimiz chiqib ketadi, xudo xolasa. Shtangalarimiz o'sha yerda yig'ilyapti, xudo xolasa bular ham ketadi, mana bu yerda ham yig'ilyapti. Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz. Xudo xolasa Sh1 dan boshlab Sh8 gacha bitta xudo xolasa sekin-sekin shoshilmay xudo xolasa obzor qilib beramiz. Xo'p, Sh1 ga keladigan bo'lsa, Sh1 modelimiz xudo xolasa rasmini ham shu videoda ustiga qo'yib qo'yaman, bir ko'rasizlar. Sh1 modelimiz joyim kichkina, yotoqxonaga qo'yib olaman deydi kimdir ofisga, kimdir domda joyim kam deydi. Shunaqa odamlarga Sh1 modelimizni chiqarganmiz. Oyog'i kaltaroq bo'ladi. Qulaylik tomoni devorga hech narsaga qatmaydi, shunday yerda turaveradi. Yiqilib ketmaydi. Shuncha yildan beri sotgan bo'lsak, birorta joyda yiqilib ketib, bir joy bukilib ketib, bir joy sinib ketmagan. 100% garantiya qo'rqmay beraman, chunki o'zimiz ham ko'p sinovdan o'tgan, bemalol 200 kiloga mana shu turnikni o'ziga 3 ta 4 ta odamni ham ko'taraveradi. Tixollari ko'jadan mana shu joyi. Ko'ja ancha-muncha yiqilib ketmaydigan, ichiga paralon nomini bilmayman, ezilib qolmaydigan, xudo xolasa materialni yumshoq materiallardan qo'yiladi. Xo'p, kraskamiz parashkovoy kraska. Endi bir yo'la ma'lumot berib o'tib ketaman. Kraskamiz parashkovoy, mana turbalari har bitta trenajyorimizda mana shu nerjeveka turbalar bo'ladi. Ko'p joylarda trenajyor shu biznikiga o'xshash sal boshqacharoq trenajyorlar yasalyapti. Mana shu joyi oddiy turbadan qilib qo'yiladi, qora turbadan kraska qilib qo'yilyapti. Biz nimaga qora turba qilmaymiz? Mana shu joyi mana har bitta trenajyorda mana shu joyi ilinadi, mana shu turbaga. Bu shu 8 ta pog'ona bo'ladi bizda, balatlab, pastlatib, yoshlarga, kattalarga hammaga to'g'ri keladi. Endi mana shu joyda balatlab, pastlatganda, mana ko'targanda, tushirganda har doim mana shu joyga nagruzka keladi. Mana shu joy agar kraska qilib qo'yiladigan bo'lsa, kraskani birinchi kraska ko'chadi, keyin zaylashni boshlaydi, keyin chirishni boshlaydi, keyin oxiri uzilib ketadi. O'shuning uchun zaylamaydigan, chirimaydigan nerjeveka profildan qilamiz. Nerjeveka turbadan qilamiz. Xo'p, endi Sh2 modelimizga keladigan bo'lsak, Sh2 modelimiz ham xuddi shu Sh1 model, faqat bu oyog'i sal uzunroq bo'ladi. Turnikni orqa tomonga olib qo'ysa ham bo'laveradi. Bu yerda hozir hammasini bir tomonga qo'yib yuborishibdi. Mana uni bu yerda mana Sh2 modellarni ko'rgan bo'lsanglar, mana biruz orqa tomonda turibdi, turnigi bu tomonda turibdi. Ikki tomonga qo'yib olsa bo'laveradi. Shunaqa qulayligi bor. Bir tomonda turnik tortinaverasiz, bir tomonda biruz tortinaverasiz. Bir-biriga xalaqit qilmaydi. Bularni ham balandlatib, pastlatib bemalol shug'ullansa bo'ladi. Sh2 modelning yana bitta zo'r qulay tomoni bor. Bitta qulaylik tomoni, masalan, Sh8 ga hozir pulim yetmayapti. Lekin Sh8 olmoqchiman deganlarga mana Sh2 modelni tavsiya qilamiz. Sh2 modelni olgan odamga har bitta Sh2 modelimizda mana shu teshiklari bo'ladi. Har bitta trenajyorda mana. Mobodo keyinchalik, masalan, meshugiladigan qo'shib olaman, yo bo'lmasam stol qo'shaman yoki trosli trenajyor qo'shib olaman deganlarga shu jo'natib yuboramiz boltka ikkasi bilan. Shunday ashi teshigiga qatirib olinsa bo'ldi. Boshqa muammo bo'lmaydi. Svarka qil yo boshqa qil bo'lmaydi. Xudo xolasa agar razmerlarimiz o'zgarib ketib qolmasa, xudo xolasa mana shu joyiga to'g'ri kelaveradi. Xo'p, bu Sh2 modelimiz. Bunda ham 8 ta pog'ona. Endi yana bitta narsa, buni ham bo'yini balandlar, mani bo'yim balandroq, masalan, 1.80 dan men bo'yim baland, menga balandroq qilib bering deganlarga shunga yana bitta pog'ona qo'shib beraveramiz zakazga. Buni ham 8 ta pog'ona emas, 9 ta pog'ona qilib beramiz. Bo'yi 2,5 metrlik bo'lib qoladi. Hozir o'zi bo'yi 2.25 bo'ladi. Mana shu temirlari 48 santimetrmikin, 50 mikin, dajmashgacha borib 55-56, balki 60 gacha borib qoladi. Tortinganda ham quyosh tushib qolyapti. Tortinganda ham masalan mana shu turniklarga tortinganingizda ham ko'p turnik yasaydigan akalarimiz sal kaltaroq qilib qo'yishyapti, materialni ekonom qilish uchun. Tortinganingizda odam oldiga sal munkitda mana tomonga oyog'ingiz tegib qolish ehtimoli ko'payadi. O'shuning uchun maksimalni biz cho'zganmiz. 50 santimetr bo'ladi, adashmasam
Shunda tegmaydi, bu tomonga og'iz tegib olmaydi tortingan. Xo'p, bu Sh2 modelimizga yana ko'pchilik qo'shimcha qilib oladi, basketbol shit qo'shib oladi. Mana basketbol shitimizni hozir streshlab qo'yishdi, hali chayib ketmasin deb. Bu prozrachniy, orqasi ko'rinib turadigan basketbol shitimiz. Yomg'irda, quyoshda, xudo xolasa hech narsa bo'lmaydigan narsa. Kuvallarda ham o'zimiz urib ko'rganmiz, siri ketmaydigan narsa. Bu yerda laminatligi bor. Bu laminatligi. Buni imkon qadar olgandan keyin naves tagiga yomg'ir tushmaydigan panoram joyga qo'yilsa, xudo xolasa yaxshi turadi. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, birolar narxini aytib o'tib ketish. Sh1 modelimiz narxi 1.500.000 so'm, shu turishi turniga brusi press, dastanjmani va hammasi komplekt ichida bo'ladi. Buni yana bitta zo'r tomoni chachilib, taklanadi. Uyingizga masalan eshigingizga sig'mayapsa, bemalol chachasizda, mana bu yon tomonida 5 ta bolti bo'ladi. Narigi yon tomonda 5 ta bolti bo'ladi. 10 dona boltga ekanini bo'shatasizda, olib kelib olib, yana boshqatdan joyiga qatirib olasiz, bemalol shug'ullanaverasiz. Shuna yaxshi tomonlari bor. O'sha 2 modelimiz narxi 1.600.000 so'm. Bu ham xuddi shunaqa zborniy chachilib, bemalol olib kelib olganingizdan keyin yana yig'ib olsangiz bo'laveradi. Yana bitta narsa, mana shu trenajyorlarimizni yasayotganda 100% xudo xolasa polniy hamma joyi hali ishlanmagan yangi temirdan ulaqsiz bo'ladi. Masalan, shu trenajyorimizni polniy hamma joyiga nimaiki ishlangan bo'lsa, yangi temir xudo xolasa birorta ulag'i yo'q. Masalan, ko'p stoykalarda masalan mana shu joyidan men bozorlarda ko'rib qolaman, ulangan bo'ladi. 8 ga 4 yoki 4 ga 4 profillari ulangan bo'ladi. Biznikida xudo xolasa umuman uloq narsa ishlatmaymiz. Hammasi butun hisob kitob bilan butun kesiladi. Endi Sh3 modelimiz narxi 1.800.000 so'm. Sh3 modelni o'zi meshogimiz 300.000 so'm, 2.100.000 so'm. Mana shu komplekt meshogilaydigani turniy brusi hamma yo'g'i bilan bo'ladi. Bu ham xuddi Sh2 model, faqat shu yon tomoniga o'sha mana shu teshigiga ana qatirib qo'yilgan. Buni hozir Sh2 olib turib, keyin meshogilaydigan bilan buni jo'natib yuboring desangiz 500.000 so'mga jo'natib yuboriladi. Oltita boltka ekasi bilan ana tevadan pastdan. Bu nimaga pastga ham chiqargansizlar desam, mabodo meshoyda og'irrog'idan ilib olsangiz, yon tomonga yiqilib ketmasligini hisobini oladi. Yana bitta tomoni mana shu joyda teshik qilib qo'yganmiz. Bu ham to'rala burchagida teshiklari bor. Hozir streshlangani uchun ko'rinmayapti. Mana mashlarda to'rala burchagida teshigi, mashin bilan 5 ta joyda teshigi bo'ladi. Mana shu joylardan yerga qatirib, masalan, menga umuman qimillamay mo'rtib tursin deganlarga, xudo xolasa bemalol o'zi qatirib olib shug'ullansa ham bo'ladi, o'zi yiqilib ham ketmaydi, bemalol turaveradi, xudo xolasa. Xo'p, endi Sh4 modelimiz xuddi Sh1 model. Mana shu yerda ko'rgan Sh1 modelimiz oyog'i kaltadan. Shunga yotib tosh ko'taradigan stol, uzunligi 1.5 metr bo'ladi, eniga 30 sm bo'ladi. Unga mana yana qo'shimcha shtanga qo'yadigani, bu yerga o'zimiz ko'pincha 100 kilo toshi bilan beramiz, shtangasi bilan 100 kilodan ham oshiq ham bo'ladi. Beramiz, bemalol ko'taradi. Yana 100 kiloning ustiga yana 100 kilo o'zimiz ham chiqib ko'pincha sinab ko'rganmiz. 200 kilo mashina o'zi 200 kilo shtanga qo'ysangiz ko'tarishiga garantiya beramiz. Xo'p, endi Sh5 modelimiz stresslab qo'yishdi. Bu o'zimizni Shahdan Sport. Xo'p, Sh5 modelimiz xuddi Sh2 modelimizga, bu Sh4 ga o'xshab yotib tosh ko'taradigan stoli mana. Bu ham xuddi o'sha 1.5 metrlik stolimiz. Shtanga qo'yadigani qo'shilgan. Bu ham rosa ko'pchilik olgan variant. Arzonroq funksiyalari ko'proq. Yotib tosh ko'tarasiz, turniga burasi hamma yo'g'i bor. Uyda turishi ham chiroyli turadi. Men ko'p joylarga olib borganlarimizda rasmlari o'chib ketib qolgan ekan, rasmlaridan topib tashlab qo'yaman, xudo xolasa uyda chiroyli turadigan narsa. Bu Sh6 modelimiz xuddi shu Sh5 modelga ikki tomoniga meshogilaydigan qo'shilgan. Mana bu tomoniga boksyorskiy meshogi 1 metrlik tentli boksyorskiy meshog qo'shiladi. Bu tomoniga texnikaga ishlaydigan, ursangiz qaytib keladigan boksyorlarga bu ham zo'r narsa, yoshlarga zo'r. Mana shu narsalar qo'shilgan. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, bitta Sh4 modelimiz 2.200.000 so'm bo'ladi. Sh5 modelimiz 2.300.000 so'm bo'ladi. Bundan tashqari mana bu yerda Sh6 modelimiz, Sh6.
Xo'p, shu 6 modelimizning narxi meshoklari bilan bo'lsa hisoblasa 3 million so'm bo'ladi, shtangasiz bo'ladi. Agar meshoylarni olib tashlab shu 6ni o'zini hisoblab beraymi desanglar 2 million 650 ming so'mga baholasa mana shu 6 komplektimiz mesho keladiganlari hamma yo'g'i bilan ko'pchilik so'raydi, meshoga o'zimda bor, o'zim ilib olaman, meshoksiz beringlar deydi, o'shani hisobiga meshoksiz ham olinsa bo'laveradi. Mana shu yerda hamma komplektdan nimaiki kerak bo'lsa qo'shsak bo'ladi, olib qo'ysak ham bo'ladi. Puli ham o'shunga qarab qo'shilib kamayaveradi. Xo'p, bundan tashqari bu yerda belga ishlaydigan trenajyorimiz. Joyimiz yo'lda bo'yida bo'lgani uchun chang bo'lib ketgani uchun ko'proq stir ishlab qo'yamiz, bo'lmasam chang bosib birpasda qorani chiqib ketadi. Mana manzilimizni ham aytib o'tayman, mana shu Farg'ona bu yoqdan kelish, to'g'ri Farg'onadan kelganda bu yoq to'g'ri Andijonga o'tib ketadi. Mana to'g'ri kelsa Andijon, bu yoqqa to'g'ri kelsak Farg'ona 5 bola qilib kirib ketiladi. Yo'lda bo'yida, 40 metrlik yo'lda bo'yida deyilsa, o'zi hamma biladi. Xo'p, bu yerda nega doroshkalarimiz. Prestolimiz ham rosa trendga chiqqan. Prestollardan mana qoringa zo'r narsa, qoringa ishlagani, qorinni yo'qotgani, zo'r yog'larni eritgani. Yerda bego'y doroshkalarimiz, mexanitskiy, toksiz, motorsiz, rosa ko'pchiligiga bu ham sotyapmiz. Xudo xolasa, hali unaqa bir jalba bo'lib, birovdan bir yomon gap eshitganimiz yo'q. Sport zallarga ham beryapmiz, uylarga ham, yosh kattalarga ham, kichiklarga ham, ayollarga ham, erkaklarga ham hammaga berilyapti. Xudo xolasa, xijolat qilgani yo'q, shunchadan beri yasayapmiz. Rosa ko'p sotib oldik, Xudoga shukr, hali muammo bo'lgan yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, bu sal torroq varianti. 4 million 300 ming so'm qilib beryapmiz. Sal bu yerda kengroq varianti bor, mana uzun eniga kengaygan variant. Bemalol sal yo'g'onroq odamlar chiqsa ham, xudo xolasa, bemalol qisilib qolmay yuradigan variantimiz. Bunisi 4,5 million so'm. Endi xuddi shuni bu yerda speedometrligi bor, mana oldida tabloli, qancha yugurganingizni, qancha kaloriya yoqqaningizni, yurak yurishingizni nechta urayotganini hammasini hisoblab turadi. Bunimizning narxi 4 million 900 ming so'm qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bu yerda shu 7 modelimiz, shu 7 model bilan shu 8 modelni xudo xolasa bitta obzorni qilib beramiz. Xo'p, shu 7 modelimizga keldik. Shu 7 modelimizni turnigi bo'ladi, brusi bo'ladi, brusda o'zida press qilsa bo'ladi, pastdan anjimani. Yon tomonida mana 1 metrlik Baxxerskiy meshoga keladigan komplektda bo'ladi. Undan tashqari bu tomonda trosli trenajyorimiz. Tevadan pastdan tortib shug'ullansa ham bo'ladi. Mana shu joyini bo'shatib, tevalatib, pastlatib, xudo xolasa. Bosh holatda, xudo xolasa, qilsa bo'ladi. Bu joylar ham mana biroq shug'ullansa bo'ladi. Orqa tomonida yozib tosh ko'taradigan stoli mana oyoqqa ishlasa ham bo'ladi. Orqa tomonini balandlatib, pastlatib, 5 ta pog'onasi bor. Balandlatib, pastlatib shug'ullansa bo'ladi. Shtanga qo'yadigani, shtangada 50 kilo toshi bo'ladi. Komplekt mana shu joyda-yu, mana shu hammasini hisoblasa 50 kilo tosh qilib beramiz. Bu toshni bu yoqqa ham qo'shib ishlasa bo'laveradi. Va shu komplekt xudo xolasa mana shu turishini 5 million 400 ming so'm deyapmiz. Tevada meshogilarga agar basketbol shit qo'shiladigan bo'lsa, unisiga alohida, agar laminatli bo'lsa 600 ming so'm qo'shiladi. Agar prozrachniy basketbol shit bo'lsa, unisiga 900 ming so'm qo'shilib qoladi. Agar grifini, bunaqa grif emas, menga zavodskiy Xitoyda grifdan olimpiyskiy beringlar desanglar, mana olimpiyskiylar ham bor, 180 lik, 220 lik, har xil 120 lik ham, zigzagligi ham bor. Toshlarimiz ham Xitoyniki. Bu masalan, buni kilosi 32 ming bo'lsa, buni kilosi 16 ming. Ba'zida qo'shilib qolaveradi, u muammo emas. Nimadir bu yerdan olib tashlay, masalan, meshogim bor, o'zim ilib olaveraman deydiganlarga meshoyda olib tashaladi. Stol kerak emas deganlarga, stol ham nimaiki funksiya kerak emas deganlarga olib tashlaveradi. Bu tomonda mana shu 8 modelimiz, xudo xolasa, bu ham komplekt, mana bu joylarda bunda yana ham qo'shimcha mana pog'onalari bilan mana shu joyi nerjavika qilingan. Buni ham bemalol mana shu joydan bo'shatib, e'tibor beringlar. Ash holatda bemalol shug'ullansa bo'laveradi. Bunda ham xuddi o'sha 7 bilan bir xil model, faqat bunda trosli joyida farqi bo'ladi. Mana bunda toshni o'zingiz qo'yadigan bo'lsangiz, yumaloq toshni, bunda 4 burchak toshi bo'ladi, 80 kilo toshi bilan bo'ladi. Mana bemalol mana shuni balandlatib, pastlatib
ko'paytirib kamaytirib shug'ullansa bo'laveradi. Mana shu qo'shimcha funksiyasi bor, shuni hisobiga bunisi sal qimmatroq model bo'ladi. Shu 8 modelimiz. Bunga ham kimgadir masalan basketbol shiti kerak, kimgadir kerak emas. Mana kerak emas deganlarga kerak emas varianti ham bo'ladi. Bunda ham 100 kilo shtangada tosh beramiz. Buni ham kimdir ko'proq olaman deganlarga ko'proq beramiz, kamroq deganlarga kamaytirsak ham bo'ladi. Pulidan plus minus bo'laveradi. Bu tomonda trosli trenajyori. Bunaqa komplektida bularni ham yerda shu uzun kalta temiri ham bo'ladi, uni ham komplektda beramiz. Xullas, mana shu komplekt, polni komplekt 100 kilo shtangada toshi hamma yo'g'i bilan 9 million 750 ming so'm Meshoga hamma yo'g'i bilan chiqyapti. Kimga kerak bo'lsa bemalol pastki nomerga aloqaga chiqaverasizlar, nomerlar yozib qo'yamiz. Xudo xolasa. Bitta bir modellar tayyorlab turibdi, xudo xolasa. Men ko'pchilik qiziqadigan krossovka trenajyorimiz ham bor mana. Tevada turniga, bu tomonda ham turni. Ikki tomonda 80 kilo toshi bilan krossovka trenajyor deyiladi. Joyi har doimgidek o'sha bemalol balandlatib, pastlatib shug'ullansa bo'laveradi. Buni 80 kilo toshini zakazga qarab 100 kilo 120 ham qilib beramiz. Kimga qolsa 50 kilo ham qilib beramiz. Bu ham polni sborniy mana. Voltkada chachilib, yig'ilib bemalol sig'maydigan joylarga ham xudo xolasa sig'ib ketaveradigan narsa. Mana shu bitta stol ham qo'shib olinadi, universalniy stoldan. Shunaqalarni xudo xolasa qo'shib bemalol shug'ullansa bo'laveradi. Bundan tashqari mana bunaqa tennis stollarimiz ham bor. Narxi 950 ming so'm. Bu ham tayi bemalol taklanib, kerak emas paytda olib qo'ysa bo'ladi. Setkasi bilan tennisning raketkasini qo'shib beradigan bo'lsak, yana 100 ming so'm qo'shilib qoladi. Xudo xolasa yaxshidan qo'shib beramiz. Bundan tashqari mana trosli trenajyorni o'zini alohida olaman deganlarga olib devorga qatirib olsa ham bo'ladi. Mana shu joydan bunisidan ham bor. Ishi 8 da turadigan bunaqangi trosli trenajyorimizni o'zini ham sotaveramiz. Narxi bunisi 3 million 800 ming so'm qilib beramiz. Buni 1 million 300 ming so'm qilib beramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Undan tashqari universal stolimizni mana shu stolni o'zini olaman deganlarga o'zi ham sotiladi. Narxi 1 million 100 ming so'm kelishtirib beramiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Undan tashqari bu tomonda mana inversionniy grija bo'lgan, bo'ladigan akalarimizga xudo xolasa ayollarga, erkaklarga hammaga to'g'ri kelaveradi. Bulardan ham bor. Bu yerda meshoklarimiz har xillaridan 40 sm dan 2 metrgacha meshoklarimiz bor. Materiallari dermantin, tent, haqiqiy teridan xudo xolasa hammasidan tikib berilaveradi xudo xolasa. Endi bu tomonga keladigan bo'lsak, bu yerda gantellarimiz 1 kilodan tortib 50 kilogacha zakazga yasab berilaveradi. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hamma kilosidan xudo xolasa imkon qadar yasab beramiz. Bundan tashqari mana Xitoyda bilin toshlari bormi? Olib ko'rsatay. Bunaqangisi ham bor. 2,5 kilodan 20 kilogacha bor. Kilosi 32 ming so'mdan hisoblanadi. Bundan tashqari bu yerda o'zimizning mesniy toshlarimiz ham bor. Shunaqasi ham bo'ladi. Kilosi 18 ming so'mdan, bu ham zonnasi. Xo'p, bu yerda undan tashqari toshlarimiz, bular 16 ming so'mligi ham bor. Turlicha toshlarimiz keraklarga bundan ham bor. Bundan tashqari mana Xitoyda bunaqangi bilin toshlari ham bor. Plasmassa, buni ichi sement bo'ladi. Narxi arzonroq, bu где-то 13-14 ming atrofida chiqadi, xudo xolasa. Bu yerda yana yangi trenajyor olib kelganmiz, buni o'zimiz yasagan ekanmiz, Xitoydagi. Funksiyasi zo'r, xudo xolasa. Adashmasam 65 kilomikin toshi bo'lishi kerak. Ko'p funksiyali trenajyor, xudo xolasa. Bundan ham so'rasanglar, sifati zo'r ekan, menga yoqdi. Bundan tashqari mana bu yerda griflarimiz, mana zigzagidan buni olimpiyskiyligi ham bor. Mana bunisi rezbali. 220 lik, 180 lik. Bu tomonda ham har xillar, mana 120 lik bu zigzag ekan, bunisi mana 120 lik, tekizidan olimpiyskiy. Bu yerda zajimlarimiz, xudo xolasa kimga kerak bo'lsa hamma mahsulotlardan xudo xolasa bu yerda gantel naborlarimiz 55 kilolik. Buni gratasini ochib ko'rsataman. Mana gantel naborimiz 55 kilolik. Ham zigzag grif, ham tekis grif, ham gantel bo'ladi, ham polvon tosh bo'ladi, gira bo'ladi, zo'ridan xudo xolasa bemalol to'rasizlar, xudo xolasa jo'natib beramiz. Bundan tashqari mana bitta velo trenajyorimiz ham bor.
8 ta pog'onasi bor, bu yerda tablosi, xudo xolasa yuraverishini ham o'lchab turadigan. Bunday balandlar, pastlaydi bo'ylari. Narxi atiga 1.800.000 so'm qilib beramiz. Bemalol bundan ham olishingiz mumkin. Bundan tashqari bu yerda turnirlarimiz bor, devorga osiladigan. Narxi atiga 150.000 so'm qilib beramiz. Turnigimizni bunisi 500.000 so'mga ham turnik, ham brus, ham press qilsa bo'ladigan privatnon trenajyorimiz. Mana qo'yib qo'yishdi. Mana holatda devorga osiladi. Devorga osib bemalol shug'ullansa bo'ladi, joyda egallamaydi. Kimga kerak bo'lsa, mahsulotlarimiz xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Xudo xolasa trenajyorlarimiz bu yerda ikkita begovoy doroshka, ikkita yetdi adashmasam, xudo xolasa 4 ta trenajyor, ikkita begovoy doroshka. Namanganga xudo xolasa yangi bozor, Qo'qonga ekan, yangi bozor. Ular 39-35 nomerlar ekan. Xullas yo'lga chiqib ketyapti, mana shunaqangi. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Hamma yoqdan imkon qadar bersa beraveradi.